Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Hozir yozg'uchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir nomli romanining 5-chi qismini o'qishni boshlamoqchiman. Qinamisa diqqatinglar mundidarda bo'lsin. Buxara, osh vaqti mahal. 2 kundan beri to'xtamay simildab yig'ayotgan bahor yomg'iri Buxara ko'chalarini patqoq qilib o'tgan edi. O'sal havoning sababidan muaytavr ko'ch-ko'ylarda odamlar to'limish shalong edi. Boshqa kunlarda bundaq vaqtda 2-3 tonlardan chiqarib bo'lgan navoiylarmi amnilardan erinchaklik bilan tonlarlarga o't yiqishgan edi. Atiganda ish ro'zg'or izlab uylaridan chiqishgan ma'dikor hojatmanlar tonir atrofida o't ising'ash, ko'chadan bira-bira o'tib qolgan ot uloqliq so'latlik kishilarga tamagarlik bilan qarab qo'yisatdi. Amdilardan ichilishga boshlagan oshpazlardan targ'an kuyib pishgan piyoz, go'shtlarning mazalik hidi ularning ishtihosini qo'zg'aytdi. Shu asnoda Navoiyxonadan ancha yiroq bo'lmagan Do'qmushdagi Bovdunboy takixonasidan nasllik turkman ayg'irig'i minib olgan so'latli kiyingan bir yigit chiqib keldi. Uningga so'nglashibla yo'g'on 2 sanduq ortilgan qechirni yetilib olgan 2 nafar mulozim ko'rindi. Tonurni cho'rdab o't isinayotgan ma'dkorlar turqidan yo savdogarga yoki sipohlarga o'xshamaydigan bu yigitga shundaqla qarab qo'yib, uningdan o'zlariga qilg'idek xizmat chiqmaydiganligini his qilishdi-da. Boshlarini yana tomlarning yoqasiga qimdab tonurdagi o'tqa nazarini og'dirishdi. Tonur oqirpoqcha shogird nimkorlar bilan o'rlagan xemirga Peter yugizish uchun Tonurning supsidagi pastaqtida xemir chaylayotgan o'ttir yoshlar chamisidagi qaramtul kelgan ko'si Navoiy 2 kundan beri dal mush vaqtda takixondan chiqib, birar 2 osh pishim vaqtdan keyin ruhi tushgan holda yana qaytib keladigan bu yigitga e'tiborsiz qarab qo'yib, o'z ishiga mashg'ul bo'laverdi. Shu topda ular Begzodlarga xos so'latli kiyingan bu yigitning dast qipchiq dalasining o'z vaqtidagi qudratli hukmdori Sulton Obulxayrxonning nevarasi Xonzoda Muhammad Shaybonixon ekanligini xiyoliga keltirishmaydi. At ustida ruhi tushkun o'tirgan Muhammad Shaybonixonning qomatli gavdasi ig'ir g'am tog'lar ostida mechilib ketgandek muhchiyib qolgan. Türülgen qo'shimlar ostidagi ishonchini yo'qotgan ko'zlari to'lmi bechora edi. 2 kundan beri Bahovdunboy takixonasi bilan Buxoro amir mahkamasi oraliqida to'liq qatnagan aqlliq turkman ayg'iri egisini jo'ritmay o'z yo'lini tepib, eransizlik bilan yo'rg'ilab ketib boradi. At ustida yengil chayqalib ketib qolgan Muhammad Shaybonixonning umidsiz xiyollarining bosh oxiri yo'q edi. Buxara Emre Mirza Abdullaali Tarxon meni bugunmi qabul qilmay qolam? Qabulga ijozat bermasligining sababi nima ekan? Mirza Majid Tarxon janoblari meni bu yoqqa yo'lga solganda to'lim ishonchli gap qilgan emasmidi? Yoki menga oshundoq deb qo'yib, Mirza Abdullaali Tarxonga yozgan maktubiga boshqacha gap qistirib qo'yganmidi degan? O'zimdan ketibdi. Maktub qo'limda bo'lgandan keyin ichib ko'rib baxsam bo'lmasmidi? Mirza Majid Tarxon janoblariga nisbatan ortiqcha gumonim bo'lmagandan keyin ichib o'q berishni loyiq ko'rmabdimi? Maktubning pechida buzilib ketsa chondirmay asliga keltirgani bo'ladi emasmi? Uning ustiga u hukumat aloqasi bo'lmagandan keyin Mirza Abdullaali Tarxon maktubning pechidining buzilmaganligiga sapsilib yurmas bo'lg'aydi. Yoki ul maktub texchi Mirza Abdullaali Tarxon janoblarining qo'liga tegmaganmi degan. Har qancha bo'lsin Hudaychibek xat aloq ishlariga unchsizlik qilmas. Burna kunlar Hudaychibekka quruq maktubni tutqizib qo'ymay, ostola tapanaqa bersan bo'pti ekan. Elim yaxshi, tunugun aqlimni jo'rib, uning 10 sar kumush hadiya qildim.
Belkim emdi keyniga söylemez. Şanı şevkiti 18 ming olamga pur ketgan Sultan Obulxayrixondek büyük Xoqonning nevrisi turuqliq. Oshundoq charandilarga yolvordigan kunga qoldim desa. Bu nima degan ig'ir xo'rliqi? Aslida ol Buxoro amri bo'lmish Mirzo Abdulla Tarxon nom sharifimni anglab istiqbolimga chiqishi, etimning uzangisiga so'yishi kerak edi. Bo'pti. Bu xo'rliqlar hozircha chiday. Ol kunlarmi kelib qola. Vaqti kelganda jannat makon boboy buzurgning saltanatini vayron qilgan ag'yorlarimdan qisos ilib, oba ajdodlarimning shuhratli saltanatini qayta tikilmaydigan bo'lsam, shohbaxt bo'lmay ketay. Shohbaxt, baxtli podshoh degan gapga Shaybonxonning erkalatni ismi deb izohatdi. Ota-bobolarining taxt saltanatidan ayrilib, Dashti Qipchoq dalosida mo'kib yurishga majbur bo'lgan Sulton Yunusxonning o'lim xabarini olgandan keyin ojiz pilildayotgan qisos o'tlari yuragida qaytadan yelinjigan Muhammad Shaybonxon qisoskorlik bayrog'ini ko'tarib chiqib, bo'lsa Sulton Obulxayrixonning bek to'rlarini atrofiga to'plab, yo'qolgan taxt saltanatini qayta tiklab, ajdodlarining shon shavkatini qaytadan namoyon qilishga bel bog'ladi. Uning bu chaqiriqiga xeyli ko'p bektorlar ovoz qo'shgan bo'lsa-mu, lekin bo'lsa Obulxayrixonning buyuk sarkardasi Burgu Sulton ovoz qo'shmadi. Ovoz qo'shmadi emas, uni qilchilik mansitmadi. Sirdaryosining yuqori iqimidagi kangri zaminni mustaqil boshqarib kelayotgan Burgu Sulton bu yosh xonzodaga bay'at qilishdan bosh tortgan edi. Muhammad Shaybonxonning Burgu Sultonni bosh egdirmay turib, ko'ngliga pukkan buyuk armonlarini ro'yobga chiqarishi mumkin emas edi. Faqat Burgu Sultonni bosh egdirgandala, ondan Dashti Qipchoq dalosidagi tarixdek chechilib ketgan qavmni bir tog' ostiga to'plab, aka-uka qozoq sultonlardan saltanatni tortib olalaydi, ajdod dushmanlaridan qisos olalaydi. Ammo Burgu Sulton uning hurmat ehtirom bilan qo'ygan taklifini qo'pollik bilan rad qilib qolmasdan, balki uni ko'ziga ilib qo'ymadi. O'z vaqtida Sulton Obulxayrixon uni o'zining 11 o'g'li bilan bir qatorda qo'yib e'tiborlagan va saltanatning muhim lashkariy huquqini uningga bergan edi. Biroq Sulton Obulxayrixonning vafoti bilan tangla Keray va Jonbekxondan iborat aka-uka qozoq xonzodalari isyon ko'targanda Burgu Sulton ularga qarshi turish u yoqda tursin. Bu isyonga homiy bo'lib, Sulton Obulxayrixonning o'g'illariga qarshi tig' ko'tardi va Sirdaryosining yuqori iqimidagi zaminni o'ngchi egilib, o'zini xon deb jakarlagan edi. Oba ajdodlarining saltanatini zavol topqizgan bu ichinishli fojiadan to'liq xabardor Muhammad Shaybonxon Burgu Sultonning bu tuzkurlarcha riyokorligini obdan biladi. Shundaqla dadasi Shahbuda o'g'lonning o'limini Burgu Sultondan ko'radi. Chunki Burgu Sultonning sotqinligi sababidan dadasi aka-uka qozoq sultonlari bilan bo'lgan jangda qattiq mag'lub bo'lgan edi. Keyin Dashti Qipchoq dalosida turish imkoniyati bo'lmagan tog'isi Burush o'g'lonni Qordo'qay qishligida Sulton Yunusxon o'ldiribdi. Albatta, buning bosh sababkori Burgu Sulton edi. Shaybonxon mushu qisosini bir chetga qayirib qo'yib, uning bilan ittifoqlashmoqchi bo'lgan edi. Uning Burgu Sultonga bog'lagan umidi butunlay yo'qqa chiqqani bo'lsa, qalbidagi adovat, qisos o'ti qaytadan lovuldadi. Burgu Sultonni yo'qotmay turib, Dashti Qipchoq dalosidagi o'zbek qavmini to'liq uyushtirolmaydiganligini his qilib yetdi. Ammo maqsadini hech kimga bilindirmadi. Kuch to'plab, yoshirin tayyorlikka kirishdi. Burgu Sulton bo'lsa, butunlay vayron bo'lgan Sulton Obulxayrixon avlodining o'ziga dushmanlik qilishini faqatla xiyoliga keltirmaydi. Shu sababdan nazarida xom so'yma saniladigan Muhammad Shaybonxonning qisoskorlik yushiringan do'stlik salimiga oldinib, bahramon yuriyverdi. Oradan bir yoz ko'zni yumib ochqicha o'tib ketdi. Dashti
Qıpçaq səhrasida qış fəsli başlandı. Gerçi mudhiş qış candan ötadigan soğuqı bilan hamma mavjudatni muzlatgan bo'lsa-mu, lekin Muhammad Shaybonixonning qalbidagi qisos va saltanat o'ti borgan sari yelinchimoqda edi. U qishliq ulash bahonasi bilan Sir daryosining yuqori eqimidagi Burgi sultonning tasarrufidagi zaminga asta-asta yaqinlashdi va u g'animatlarni Burgi sultonning huzuriga do'stlik aqidasi sifatida yo'llab berdi. Butunlay bexotlashgan Burgi sulton bo'lsa, uningdan qilchilik gumonlanmadi. Balki Muhammad Shaybonixon avatib bergan o ne'matlarni ko'rib, ko'nglida o shikor havasi qo'zg'aldi. Muhammad Shaybonixonning kutgani dal mush edi. Xonzodamga ma'lum bo'lg'ay, Burgi sulton shikorga chiqdi. Oyg'oqchisining yetkazgan bu xabari Muhammad Shaybonixonni qattiq hayajonlantirib etdi. Öz gözüm bilan ko'rdingmi? U hozir nerede? Öz gözüm bilan ko'rdim. Dargoning qo'ltig'idagi qo'yiq o'rmonliqqa chedir bargoqlarini joylashtirdi. Qanchalik nökər bilan chiqibdi? Nökərlər atmalım yuzchi chiqar. Muhammad Shaybonixon oyg'oqchisini chiqib orom elishga buyurdi. Qudratli Tangrim qisos elishimga fursat bergan o'xshaydi. Shundoq puxta harakat qilaki, ol Burgi degan badbaxt tuymayli qolsin. Ovlaqsamda lapildab yoqqan qor Sir daryosi sohilidagi qo'yiq o'rmonliqni oppoq libos bilan cho'nkagan edi. Muhammad Shaybonixonning oran 300 nökeri bor edi. Shunga Burgi sultonga uch-qashqar hujum qilishga petinamay fursat kutgan edi. Tün tang bo'lganda ashu 300 nökeri bilan shab chiqarmay kelib Burgi sultonning bargohini o'zining ko'zdek qo'rishib oldi. Sizlarga o't orqali belgi berman. Belgini ko'rgan hamon tangli hujum qo'zg'anglar. Burgi sultonning bir nökeri omon qolmasin. Muhammad Shaybonixon 5 nökerini agashtirib, bargohning qashosidan shab chiqarmay ortilib kirdi. Kechida yirtqich hayvonlarning hujumidan mudofaa ko'rish uchun yasalgan bargoh qashosi ancha egiz emas edi. Uning ustiga havo sovuq ham lapildab qor yog'ayotgan bo'lg'achqa qorovullar o't isinish uchun issiq chedirlarga kirib elishgan edi. Muhammad Shaybonixon Burgi sultonning chedirga osonla yaqinlashdi. Chedirning ishki ichidan taqalmagan edi. Ikki tal qora chiroq chedirning ichini ova yo'ritib turardi. Otashdan liqlab selingan yog'och ko'miri yelinjab kuyib, chedirning ichini isitib etgan edi. To'limi egiz bo'ybasti, kuchtingurligi va jang maydonidagi shijoati bilan butkul dast qipchoq dalasida bahodirlikning timsoli atalgan Burgi sulton shu daqiqada beshiga ajal qilichining yaqinlashganligidan bexabar xo'rakni do'ng tatqinicha bahramon uxlab yotdi. Uning 4 nafar xos mahrimi xo'jasining xo'rakiga asir bo'lib, sherin uyquga ketgan edi. Muhammad Shaybonixon nökerlar bilan ko'z ishorasi qilishib olgandan keyin uxlayotganlarning bo'yniga bo'ridek chabdaslik bilan etilib berib qilish urdi. Burgi sulton bilan 4 mahrimi tig' zarbasining azobini tuzuk his qilmayla u olamga safar qildi. Daqiq o'tmay bargohdan o't yolqini ko'tarildi. Shu hamon Muhammad Shaybonixonning buyrug'ini kutib turgan nökerlari bargohga etilib kirdi. Bu qirg'inda Burgi sultonning bir nökeri omon qolmadi. Bu ishlarni muvaffaqiyatli tamomlagan Muhammad Shaybonixon 300 nafar nökeri bilan kechilab yo'l yurib, Burgi sultonning ko'chma o'rdisiga yetib keldida, tuyuqsiz hujum qilib, Burgi sultonning xotin bolalaridan tortib, xizmatkorlargacha butunlay qirib tashladi. Ondan kesib elib akelgan Burgi sultonning beshini ko'chma o'rdaning darvozasiga osqizdi. Bir kechida yuz bergan bu dahshatli voqeadan qattiq cho'chigan Burgi sultonning sarkarlari Muhammad Shaybonixonning oyog'iga yiqilib, uning bo'ysundiganligini bildirishdi. Muhammad Shaybonixon mana shu muvaffaqiyatidan keyin xeyli kuchaydi.
Dəst Qıpçaq dalasıdakı bəg törləgən gepini xeyli ötküzələydiğən boldu. Lekin şundaqdımı mərhum bovusi Sultan Obulxayrxanның səltənətini əslik keltiriş onca asan emas idi. Çünki Dəst Qıpçaq dalasının köp qismi yanıl əşəddi rəqibləri Canbek xan bilan Keray xandan ibarət Qazaq sultanlarının ilkide idi. Onun üstüge ulağa konu rəqiblərdən bolmuş Səmərqənd hökümdarı Sultan Əhməd Mirza, Andijan hökümdarı Ömər Seyx Mirza, mərhum Sultan Yunus xanның ornuğu taxtı çıqqan Sultan Məhmud xanla güçlük hami olub turvatatdı. O, aşı sultanlığımı təng taqabıl turuşu, ulanımı taxt səltənətini gumran qilish kerak idi. Qalbiga büyük armanlarını pütken, kelgüsü istiqbalı üçün ən parlaq yollarını izləvatqan Muhammed Şeyban xan hergizmi Dəst Qıpçaq dalasının ilkiga eliş bilen bolda qılmaydı. Onun ən axırqı nişanı Mavara-ün-Nəhir, Xurasan, Fərğanə və Bibayan Moğolistanğa hükümdar boluş idi. O, ən aval nəzərini zımın davas qilishib əb ötməyvatqan Töməreylə xanzadələrə mərkəzləşdirgən idi. Gerçi Əbu Seyid Mirza'nın ölümüdən keyin Çoğun xanzadə Sultan Əhməd Mirza atı təxtigi pasiban bolğan bolsumu, Xurasanın nəvri qeyrindishi bolmuş Sultan Hüseyin Bayqarağa tartırıb qoyub, Heratdek katı şəhərdən qurub qaldı. Onun Hüseyin Bayqara hakimiyyətin ilahsız itiraf qilishi səltənət gücünün acizlaşqanlığına bişarətdir. Bunu azdab Enis Ömər Seyx Mirza bilan əb ötməyi zımın davas qilib Toshkentni qiynatı Sultan Yunus xanға berib qoyub o'ltirdi. Şundaqdımı ol ağı inlə əb emas. Atısı Sultan Yunus xanның ölümüdən keyin taxtga chiqqan Sultan Məhmud xan bolsa, səltənət işləriga toluma xam. Aygaqçılarning yetkizgan ishonchli ma'lumotlardan qaraganda, Sultan Əhməd Mirza ol qeyninisdən Toshkentni tartib elishga o'yga tushibdidek. Ularning orasi ilgari kim bolsun, hamon bozuldu. Bu kavaqdan çoxum paydalanışım, aşı güçlük rəqiblərimni birinin qolu bilan birini joylashim kerak. Ularni yo'qotsamla Keray xan, Canbek xan qatorli qozoq sultonlari homiysiz qoladi. O chaqda ularni yo'qotmaqim osonga to'xtaydi. Mavara-ün-Nəhir, Fərğanə vadisini ilkimga elib olsam, Xurasan bilan Yiroq Moğoliston hamon ilkimga o'tmay qolmaydi. Muhammed Şeyban xan bu arzusini pir ustozi va aqldori Shayx Mansurga bildirdi. Bendakim o'z ahvolini yaxshilashga tirishqay. Zamonning yordamini va baxt omadning kelishini saqlab turish bahodirlarning fazilati emas. Ey xonzodam, katta ishlarni ro'yobga chiqarishni maqsad qilgan ekanlar, albatta shu ishning qo'ydi bo'lmoqlari zarurdir. Ammoki g'olib raqibning ojizlik tarafini bilib olibla, oldirab shatlanmaslik kerak. Chunki sizlarga ojiz bilingan bilan raqiblari boshqacha tadbir tuzib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Shunga sabrlik bo'lish, mulohizlik ish ko'rish, oldiraqsonlik qilmaslik, ya'ni yetti o'lchab bir kesmaklik, katta ishlarni ro'yobga chiqarishning risolasidir. Gerçi əşəddi rəqiblər bolmuş ol ağı inilə o'ttirisida nizo adovat bolsumu, lekin ilkili yana tumanning lashkari mustahkam sipilla mudofiya qilib turgan shaharlari, jenini fido qilib qo'llaydigan avom ra'iyatlari, lashkarlarga yillab ta'minot qila oladigan xazina, ozuq-to'ligi bordir. Qarmoqqa ular adovatlashganda qilgan bilan birining ziminiga bostirib kirsizlar, yana biri hamon yordamda bo'ladi. Chunki ular qon qayrindoshlardir. Boshlarga kulpat tushganda nizo adovatlarini cho'rib tashlashadi. Shunga buyuk ishlarni oldirmay, pam bilan biroqli o'ttirsidan emas, chat taraflardan boshlash kerak. Misolan demoqchimanki, sizlar nazarlarni Samarqandga tikib olmay, onun chat cho'risidagi ziminga og'dirg'aylar.
Peli qurutumu üzümü yoparmaqını o'ttirsidan emas, chatcho'risidan yeydi. Oxirida esil yipək to'qiydigan g'o'zak chiqaradi. Aslida Sultan Obulxayrxonning o'rdisida Obulxayrxon vafot bo'lgandan keyin Shaybonixonning dadasi Shohbodog o'g'lonning o'rdisida Shayxul Islomlik martabasi bilan aqldorlik qilib, hokimiyat ishlariga aralashib kelgan Shayx Mansurning qo'rsqida hilisi chiqaydi. Shaybonixonning o'smirlik davridan boshlab bir qo'lliq tarbiyalangan edi. Shunga Shaybonixonning uningga bo'lgan ixlosi, aqidasi cho'nqur edi. Har qanday qiyin masalaga yo'liqsa, uning maslahatini oladi. Shayx Mansurning so'zlariga qoyil bo'lgan Shaybonixon tizilib o'tirganicha beshini aydi. Buzrukvorim, o'git nasihatlarini oyimag'ayla. Shayx Mansur bir pas ko'zni yumib o'tirgandan keyin so'radi. Xonzodamning Mavara-un-Nahrning sarhadlarini tinchitquchi sarkardasi Mirza Majid Tarxon bilan xeyli yaqin birodarchilik bor-ku deyman. Xonzodamning Mavara-un-Nahrning sarhadlarini tinchitquchi sarkardasi Mirza Majid Tarxon bilan xeyli yaqin birodarchilik bor-ku deyman. Shundoq, dedi Shaybonixon beshini lang'ishdi. Hech qisi yo'q. Mushuning o'zi kupoyi. Mirza Majid Tarxon marhum Busayd Sultanning e'tiborliq, yaramliq sarkardasi edi. Marhum otasining taxtiga varislik qilgan Sultan Ahmad Mirza uni texmi e'tiborlab ishlatdi. Sarhad degani chegara. Busayd Sultan degani Sultan Abu Said Mirzaning saltanat nomi deb izoh. Sultan Hüseyin Bayqara butkul Xorasonni tasarrufiga elib Heratga taxtigohini tiklagandan keyin nesivasiga shukr qilmay Samarqandga lashkar tortib kelishidan voyim yegan Sultan Ahmad Mirza Majid Tarxonga bir tuman xillangan otliq lashkar berib, Xorason posildagi joylarni saqlashga avatdi. Demakchimanki, Samarqand Mavara-un-Nahrning o'ttirisi bo'lsa, ul posildagi joylar chat jo'risidir. Navoda Xonzodam o'ttirisidan emas, cho'risidan ish boshlashni ravo ko'rsalar, ul Mirza Majid Tarxonga diqqat e'tiborlarini bergaylar. Buzrukvorimning muddasi ko'nglimga buni oyoqdagi oshdakli oyon bo'ldi, dedi Shaybonixon pir ustozi Shayx Mansurning gapining tegiga to'liq yetdi. U Burgu sultonning xazinasidan g'animat olgan qimmat baholiq buyumlar, oltin, kumush, uncha marvoyatlarning bir qismini navkarlarga ulashtirib berib, qolganini bir qancha to'giga ortdi-da, udul shimolga Mirza Majid Tarxonning qarorgohiga qarab yo'l oldi. Mirza Majid Tarxon Muhammad Shaybonixonni zo'r hurmat, izzat bilan kutib oldi. Sovg'a qilgan oltin kumushlarni rahmat tashqalla deb qabul qildi. Ammo Shaybonixonning o'z qo'l ostidagi chegarani qo'g'dug'uchi qo'shinga qaytilib xizmat qilish muddasini bilganida biroz o'ylanib qoldi. U Shaybonixonning Burgu sultonni o'ldirib, ordisini bulang-talang qilganligidan allburun xabar topgan edi. Uningcha bo'lganda Burgu sultondek kuchli sarkardani yo'qotgan Muhammad Shaybonixon Dast Qipchoq dalasining haqiqiy tangdoshsiz erkisi hisoblanadi. Ashundaq turuqliq shuncha uzoq yo'l besib kelib, qo'l ostida oddiy sarvoz bo'lishni talab qilishi uning gumonini qo'zg'ab qo'ygan edi. Biror muddasi bo'lmasa, shuncha yiroq yerdan dargohimga kelmas edi. Uning zodi qandoq maqsadi bordi? U nimali bo'lmasin bir xonzoda. Yana kelib Burgu sultonni o'ldirib, Sirdaryo vodisining yuqorqi qismidagi zaminlarga ega bo'lgan ekan. O'zini xon deb jakarlisi bo'laveradi. Ammo qishimga kelib navkar bo'lishni iltimos qilyapti. Qanday qilsam bo'lar zodi? Rad qilib etay desam, o'ttirimizda xeyli yomon emas birodarchilik bor. Uning ustiga oz so'g' salom bilan kelmabdi. Ma'qulday desam, maqsad muddasi qorong'u. So'rasam rost gap qilmasligi mumkin.
bu işten Sultan Ahmet Mirza Aliler haber tapsımı çokum renciydi. Belkim sadaqatimden gumanlanışı, oradaki raqiblerim meni destek qıpçaqның Lamakan Xonzodasi bilan birlashib elib, saltanatga osiylik qilmoqchi deb fitna qilishi, xon oliylarga chekishtirishi mumkin. Ol chaqda o'zimni oqlimqim basiymish kulga to'xtaydi. Lekin uni hozir mushundaqli qaytirib etsam, nomardlik qilgan bo'laman. Muvaffaq bir amal topsam bo'ladi. Mirza Majid Tarxon bir qancha kun o'ylangandan keyin oxir kavobni ko'ymaydigan, ziqni ko'ymaydigan bir amal topdi. Aslida xonzodamga sarbozlik emas, sarkardilik, balkim o'zimning amir kabirlik martabamni berib etgan bor edi. Aslida xonzodamga bu martabamni to'van keladi. Ming afsus, zamonning choqi ta'tir cho'gilib, yoqila etaklar yoqib bo'lgan bu zamonda Aşındaq ezgu armanlarını yesəkmi, şunun utuşluq dərmanımız yoxdur. Dedi Mirza Majid Tarxon tövəncilik bilən özür qoyub. Saltanat yosoni, ləşkeri yosaq canablarım sir emas. Kəminləri gerçi ordu ləşkeri divanının əmir bolsamı, hazır çigrani saxlab atqanlığım üçün ləşkeri divanının işlərə qolum yetməydi. Ləşkeri tüzük bo'yicha sarvozdan yuqori mansab martabalarini biz tavsiya qilsaqmi, yana xon oliylarining yorliq farmoni bilan amaliylashidir. Hamda Lashkari divon mirzasi ro'yxatga ilib, maosh ta'minotini xazinadan avatib berdi. Shu topda janoblarni sarvozlikdek to'van darajalik sipohliqimi soya qilolmaganligimdan to'limi afsuslanyapman. Mirza Majid Tarxon gapini to'xtatib, Shaybonxonga xijillik bilan qaradi. Shu daqiqada Shaybonxonning vujudini umidsizlik tuyg'ulari chirmab olgan edi. Uning faqat Samarqand hukmdori Sultan Ahmad Mirzaning lashkarlari sepiga qaytilvasla, qoldi ishlarni maqsad muddasi bo'yicha asta-asta bir boshqa ib chiqishga ishonchi bor edi. Afsus, shuncha ishongan Mirza Majid Tarxon uning bu orzusini ko'pikka aylantirib atadi. Qanday qilish kerak? Shaybonxonning yelanishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Mirza Majid Tarxon yana eg'iz ochdi. Agarki berishni loyiq ko'rsalar, Buxoro amiri Mirza Abdulla Tarxon janoblarga tunishtirib qo'yay. Shaybonxonning qalbidagi o'chay deb qolgan umid shami qaytib halaldadi. Mirza Majid Tarxon uning javobini kutmayla tushuntirishga boshladi. Buxoro amiri Mirza Abdulla Tarxon janoblari bilan kaminlar yaqin do'st, oshnolardinmiz. Hamda har ikkimiz Samarqand murshidlarining peshvosi, Tangrining do'sti Xo'ja Abaydulloh Eshon hazratlariga birga qo'l berib murt bo'lgan qiyomat yoralardinmiz. Ushbu sababdan tovanchilik bilan yozgan iltimosimizni hargiz yerda qo'ymas deb o'ylaymiz. Buxoro buyuk Mavara Nahri saltanatining katta shaharlaridan bo'lg'ashqa Sultan Ahmad Mirza oliylari Mirza Abdulla Tarxon janoblarga Buxoroning mutlaq hokim amirlik martabasini in'om qilgan. Ushbu sababdan Buxoro amiri ordining ijozatini olmaymi, xohlagan kishiga xohi lashkari, xohi mulkiy martaba in'om qila oladi. Xonzoda oliylari Buxoroga berib mayli yuqori, mayli to'van biror lashkari mansab tutib qolsa, uzoq o'tmay chegradagi xonlik lashkarlarini almashtirish bahonasi bilan sizlarni Buxorodan yenimga olib kelib ololadi. Ol chaqda bu ish ordu yusuniga lashkari tuzukka muxolif kelmagan, kamillarning tilimi qisilmagan bo'ladi. Chat cho'risi hisoblangan chegaradan asta-asta o'ttir qismiga shaharga yaqinlashishni ko'ngliga pukkan Shaybonxonga biroqli Buxorodagi katta shaharga joylashish, yana kelib yuqori lashkariy martaba tutish bakmi ko'ngildagidek ish edi. Kaminlarning amir kabir janoblarining o'rinlashtirishiga sarkashlik qilishga hadda emas, dedi u ishga hayojonini besib turib.
Mirza Majid Tarxan shu yerda Buxoro amiri Mirza Abdullali Tarxonga qaratib bir parcha maktub yozib Shaybonxonga tutqizdi. Buxoro amiri ushbu maktubni ko'rsa, Xonzodamga lashkariy divondan sarkarlik martabasi beradi. Inshaalloh, aytqanlari kelsin, dedi Shaybonxon xatni ehtirom bilan elib. U shu hamonla Mirza Majid Tarxon bilan xo'shlashib, darhol Buxoroga qarab yo'l oldi. Bir xil ritmda yo'rg'ilab ketib olgan otning tuyuqsiz to'xtab qolishi Muhammad Shaybonxonning xiyolini uzib qo'ydi. U beshini ko'tarib, shundoqla qarab, o'zining Buxoro amir mahkamasi oldiga kelib qolganligini bilib, darhol otdan tushdi. Uningcha kaynidan yuk ortilgan qechirni yeklab kelayotgan xizmatkor yigitlardan biri yugurib kelib otning cho'llarini qo'liga oldi. "Mushiyat saqlab turinglar", dedi u xizmatkorlarga. Mahkama darvozasiga qarab ketib olgan Muhammad Shaybonxonning xiyollari to'liq dilg'ulchilik ichida edi. Quyidagi maktubni Mirza Abdullali Tarxonga topshira olganmidi? Yoki bugunmi amal qilammidim? Amir janoblar qabulga chiqmadi, yana bir kelib baqsizlar deb tilin chaynarmi? Bunda xo'rliq uchirishimni bilgan bo'lsam, bo'ldilar. Endi pushaymon qilmay. Bir xafalikning keyinda bir xushallik bor deyishdi ekan. Xushallik bo'lgan kunlarmi keli? Aşı uyda içidek bir çüprendining ko'ziga tilamchidek talmirib qolganimni desa. Ey qudratli egam, ishlarimni o'zing oson qilgaysan. O'zingga xor qilsangmi, bandanga xor qilmassan. Darvozaga qarovullar Begzodi Supat so'latli kiyingan Shaybonxonni 2 kundan beri ko'raverib tonidimu, aytavur, gap so'rmayli kirgizibdi. "Armag'ayla", dedi O'daychibek 32 tishining hammasini chiqarib hijoyig'inicha salom berib. "Amir janoblarga maktubni texi boyla topshira oladim. Mehmon kelgan amon udul huzurimga boshlab kir deb ijozat bergan edi. Qani, saroyga marhamat qilsinlar." Shaybonxon yengil bir nafas oldi. O'daychiga ergishib bir necha qadam chomdab bo'lib, Buxoro amriga taqdim qilish uchun epkelgan sovg'atlarning qasr darvozasi oldida qilib qolganligini esiga olib, darhol kayniga yondi. Mirza Majid Tarxon Buxoro amriga yozgan xatida nima uchundir Muhammad Shaybonxonning Dashti Qipchoq dalosining hukmdori marhum Sulton Ubulxayrxonning navrisi ekanligidek salohiyatini eslatmay, yaqin birodarim deb tanishtirgan. Mumkin bo'lsa, lashkariy divondan muvofiq xizmat berishini alohida topilgan edi. Ko'rishish usullari tamomlangandan keyin Buxoro amiri Mirza Abdullali Tarxonning qaddi qomati kelishgan, gap so'zlari joyida, qoida usulliq, turqidan esilzodlik chiqib turgan Muhammad Shaybonxondan ko'ra, ko'rishish sovg'asi sifatida tortiq qilib elib kelingan 2 sandiq oltin kumush javohiratlar bakrak diqqatini tortdi. Kelgusi istiqboli, mudda maqsadi uchun parlaq yo'l etishni ko'zlagan Muhammad Shaybonxon bisotidagi qimmatbaho mol dunyolarni biroqla do'g'i tikkan edi. Uningga dastlabda salqin muomala qilgan Mirza Abdullali Tarxon xizmatkorlar ko'tarib kirgan 2 sandiq pishkashlarni ko'rib, chiroyiga villada kulki yugurdi. Ehtirom bilan qo'l bog'lab turgan Shaybonxonga to'rt tarafdagi kursidan o'ltirishga joy ko'rsatdi va ha deganda Mirza Majid Tarxonni tilga elib, do'stlik, birodarchilikdan gap sotdi. "Bilmadim, janoblar dargohimizga tanho keldimikin?" so'radi Mirza Abdullali Tarxon asli maqsadga ko'chib. "Yo'qsa", javob berdi Shaybonxon dast o'rnidan turib. "Oila tavobatlarim bor. Onundan boshqa kaminlarga ergishib kelgan 300 nökrim bor. Ularni amir janoblarga jonlarini tasadduq qilishni xohlaydi." "To'la obdan", dedi Mirza Abdullali Tarxon. Amir Kabir Mirza Majid Tarxon janoblari muborak maktubida o'zlarini lashkariy divonimizning xizmatiga tanishtirgan ekan. Hozircha Chin Davul sarkardasining o'rinbosarligiga muvakkal bo'lg'astirsalar.
Qaldısını muvafiq o'rin hazırlab, ondan mərtəbələrini östürəmən. Çındavul, tıntıncılar, cisəkçilər, depti izahatda. Əmir canaplarının himmetiga məng təsənna. Dedi Şeybanixon egilib turib. Heliqi 300 nökərlərini Çındavullarga ketib özləri jonqursalar. Dedi Mirza Abdullaali Tarxan. Buxara əmrinin bu fərmanı Muhammed Şeybanixon üçün hayacanlıq bir sovg'at bo'ldi. Ey qudratli Tangrim, himmetingga tashakkur. Her nim bo'lsa ol sadoqat men nökərlərimdən ayrılıb qalmadı. Onun ən çoğ g'emi aşı 300 nökəridi idi. O Buxara əmrinin bir buyruq bilan aşı nökərlərini Ləşkəri divanının o'rinlashtirishiga topshirib berishidin to'la muvoyim yegan edi. Navoda ular Buxara lashkarlari orasiga chechib etilgan bo'lsa, Şeybanixon pay qanotlari yo'ndilib ketgan burkutga aylanib qoladi. Shu topda u mol dunyoga amroq, akavur, lekin ahmaq ko'rinadigan Buxara amrining qandoq qilib ko'nglini utish, ondan keyingi qadamni qandoq besish haqida cho't suqiyotdi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.